Bugun bir ajoyib misol ko'ramiz. Demak, ketma-ketlik berilgan x teng birinchi hadi 1 ga teng. Demak, xn teng n ko'paytirilgan xn minus 1. Demak, o'sha 100-hadi 10 ning qanaqa darajasi bilan tugaydi deyapti. Demak, maksimum eng katta qiymatini topishimiz kerak. Demak, bu yerda endi joyiga biz masalan 2 bersak, shunda x ikkinchisi teng bo'lar ekan 2 ko'paytirilgan x ning birinchisi. Bu 1 ko'paytirilgan 2 degani. Endi joyiga 3 bersak, ikkisi uchinchisi 3 ko'paytirilgan x2. Bu esa x2 miz 1 ko'paytirilgan 2 edi, ko'paytirilgan 3 bo'ladi. Demak, endi joyiga 4 bersak, x ning 4-inchisi teng bo'lar ekan 4 ko'paytirilgan x uchinchisi. Bu esa 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 mana bu ko'paytirilgan 4. Bu nima degani? Bu 2 faktorial, bu 3 faktorial, bu 4 faktorial va hokazo. Endi joyiga biz 100 qo'ysak, shunda x da 100-inchisi, ya'ni 100-hadi. Demak, 100 ko'paytirilgan 100 faktorial bo'lar ekan, ya'ni. Mana o'sha bitta oldingisi 99 faktorial, keyingisi 100. 100 faktorial 10 ning qanaqa darajasi bilan tugaydi desa, 5 ga bo'lasiz. Butun qismini olasiz. Keyin 100 ni 25 ga bo'lasiz. 5 ning kvadratiga butun qismini olasiz. Shunda 20 plus 4 bo'ladi. Bu 24 bo'ladi. Demak, m imiz 24.